Bektemir tomonidan kelaverishimiz, bu yog'imizda Yangi O'zbekiston bog'i Tabraskadan kelaverishimiz. Shu yerda 7-etajda joylashgan domimizni sotuvga qo'yilyapti. Hozirlar bilan ko'rib chiqamiz. 7-etajga ko'tarilamiz va shunda kiramiz. Podezdan katta koridorimiz bo'libdi. Bu uyimizda 3 xona, birinchi xonamizdan ko'rayotgan bo'lsak, oilaviy o'tirishdan xona qilib qo'yilgan, mebellarni qo'yib qo'yishgan. Bu yog'imizga qaytamiz. Bu yog'imizda oshxona, hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imizda katta uchun yotoqxona. Bu uyimizda 3 xona, 7-qavatda joylashgan. Общий 81 kvadrat metr. Bu yog'imizda ko'rsanglar, balkoni ham kattagina. Yozda mana yerga stol-stuldan qo'yib qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Pagoda ham boshqacha. Konditsionerlar bilan jihozlangan. Xonamizda katta, spalni yotoqxonamizda katta bor. Bu yog'imizda bitta zal foydalansanglar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina bu xonamizda. Yonga qaragan oynasi ham bor. Yog'imizga qaytib chiqamiz. Yog'imizda sanuzollarimiz razdelni qilingan. Yo'q, yuvinish uchun sharoitlar qo'yilgan bemalol. Bu yog'imizda hojatxona alohida. Oshxonamizni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya xudo xohlasa hech qanaqa muammo yo'q. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yog'imizda detskiy plashatkalari ham bor ketilgan. Ob-havo boshqacha bo'ldi bu. Xo'p. Bu uyimizga okalar $58,000 so'ralayotgan, xudo xohlasa kelib ko'ringlar, ustida yana gaplashadigan joylari bor. Misol uchun hujjatlari joyida. Faqatgina bu uyimizda ipoteka ozgina krediti bor. Kreditini sizlarga обязательно yopib berishadi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Tepasida kelib ko'rishinglar mumkin. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shu raqamlarimizga pastda ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.